Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar, o'quvchilar. Demak, bugungi mavzuyimiz ma'lum bir sabablarga ko'ra qoldirildi. Demak, degan joyimizdan davom etamiz. 287-misol, o'rtacha moliar massa, nisbiy zichlik, shu oxirida 287-masalada to'xtaganmiz. Demak, masalada aytyapti, massa va hajmi bir xil bo'lgan 4 ta idish gaz bilan to'ldirildi. Birinchi idishda kislorod, ikkinchi idishda propan C3H8 bo'lsa, 3-chi va 4-chi idishlarda qaysi gazlar bilan to'ldirilgan? Idishlarda massalari mos ravishda 34,2, 41,4, 43,8 va 31,8 gramm ekan. To'rtala idishda massasini berib qo'yapti. Sizni kitobim agar mana xiraroq ko'rinayotgan bo'lsa, kitobingizda aniqroq, tiniqroq ko'ringan. Xo'p, demak 4 idish bor ekan bizda. 4 idishni yozib olaman. Endi birinchisiga kislorod to'ldirilgan ekan, mana kislorod to'ldirilgan ekan, ikkinchisiga C3H8 propan degan gaz to'ldirilgan. 3-chi idishga noma'lum, 4-chi idishga ham noma'lum gaz to'ldirilgan. Ctrl Z qilaylik mana bu yerda. Tushunishlaring uchun Y gaz. Demak, X Y gaz noma'lum ekan. Aytilyapti, mana birinchi idishning massasi 34,2 gramm, 34,2 gramm ekan. Demak, mana bu keyingi idishimizda propanning massasi idish bilan ikkalasini baravar massasi 41,4 gramm ekan. 41,4 gramm ekan. Endi mana 3-chi idishning massasi 43,8 gramm, 4-chi idishimiz 31,8 gramm ekan. Endi aytilyapti, 4 idishga gaz bilan to'ldi. Birinchi idishda kislorod, ikkinchi idishda propan. Xo'p, to'ldirilgan idishlarda massalari mos ravishda. Mana bu masalani boshiga e'tibor beramiz. Demak, massa bilan hajmi bir xil deyapti. Mana bu idish, to'rtala idishning hajmi ham bir xil ekan, massasi ham bir xil ekan. Deylik, mana bu birinchi idish 1 litr bo'lsa, ikkinchi idish ham 1 litr yoki bo'lmasam 1 mol modda sig'adi. Mana to'rtala idishga ham qolgan barcha idishga 1 moldan modda sig'adi. Yoki bo'lmasam shunga o'xshash. Mana bu birinchi idish yoki bo'lmasam qaysi idish bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu massa bilan hajmi bir xil ekan. Deylik, mana bu birinchi idish 10 gramm, mana bu ikkinchisi ham 10 gramm. To'rtalasi ham 10 gramm. Misol uchun aytyapman. Endi buni qanday qilamiz? Mana bu kislorodning massasi, demak, nisbiy molekulyar massasi 32 gramm. Endi mana bu propanning massasini hisoblayman. Demak, xo'p, C3H8 12 dan 3 tasi 36, 36 ga 8 qo'shsam 44 gramm bo'ladi. Mana bu moddalarning nisbiy molekulyar massasi. Endi farq bo'yicha ishlashimiz kerak birinchi biz. Demak, hop 32 dan demak 44 ketadi. Ikkala o'rtasidagi farq, demak, hop 44 dan 32 ni ayirishim kerak. 4 dan 2 ketsa 2, 4 dan 3 ketsa 1. 12 grammga farq qilyapti. Farq. Mana bu propan bilan kislorodning o'rtasidagi farq, demak, 12 grammga farq qilyapti. Endi idish bilan umumiy massa o'rtasidagi farqni aniqlashim kerak. Idishlar, demak, 34,2 dan ayirishim kerak. 41,4. Demak, ikkalasining o'rtasidagi farq kelib chiqadi. Demak, 7,2 grammga idishlar umumiy massa farq qilyapti. Endi idish hajmini topishim uchun mana bu 7,2 ni 12 ga bo'lib yuborishim kerak moddalarning massasiga. Demak, idish hajmini topishim kerak. V barobar, demak, massa taqsim molekulyar massa edi. Demak, biz massani o'rnida 7,2 turibdi. 7,2 taqsim 12 barobar. Xo'p, 7,2 ni 12 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, chiqyapti 0,6 mol. Demak, barcha idishimizga 0,6 mol modda sig'ar ekan. Endi qiladigan ishimiz kislorodning o'zini massasini topib olishimiz kerak. Necha gramm mana shu idishni, birinchi idishning ichida, mana bu birinchi idishning ichida necha gramm kislorod borligini aniqlab olishimiz kerak. Demak, kislorodni aniqlashim uchun umumiy mana bu to'rtala idishning hajmi 0,6 mol chiqdi. Mana bu idishning hajmi 0,6 mol, bu ham 0,6 mol, bu ham 0,6 mol. Demak, mana bu idish ham 0,6 kechirasizlar. 0,6 molga to'g'ri kelyapti. To'rtala idishning hajmi, massasi bir xil bo'lganligi uchun hajmni topib oldik. Endi massasini aniqlashimiz kerak. Endi buning uchun kislorod massasini ayirib olishim kerak. Ya'ni, mana birinchi idishga necha gramm kislorod solinganligini bilishim uchun
Kislorodning massasi 32 gramm edi. Uni idish hajmiga ko'paytirib olishim kerak 0,6 ga. Barobar 6 kere 2 12 biri dilda. Demak 6 kere 3 18 dildagi bilan 19. Demak 19,2 gramm kislorod bor ekan. Bizda birinchi idishning massasi 34,2 edi. 34,2 edi. Undan 19,2 ni ayirib olishim kerak. Barobar. Demak, hop 34,2 minus 19,2 15 gramm. Demak, 15 gramm bu idishning massasi. Idish. To'rtala massa va hajmi bir xil bo'lganligi uchun mana to'rtala idishda 15 gramm olsak bo'laveradi. Demak, hop, bu ham 15 gramm, birinchi idish ham, jami xullas hamma idish 15 grammdan ekan. Endi biz qiladigan ishimiz 4-chi, 3-chi hamda 4-chi idishlar qaysi gaz bilan to'ldirilgan deyapmiz. Idishning massasini bilib oldik, 15 gramm ekan. Nimani, idishning hajmini ham bilib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz, hop, 3-chi idishni yozib qo'yaman. 3-chi idish. 3-chi idishdagi modda massasini aniqlashim kerak. Moddaning nomini aniqlashim kerak. Demak, 43,8 grammdan 15 gramm idishning massasini ayirib olsam, ichidagi noma'lum gaz qoladi. Demak, 43,8 minus 15. Qolyapti 28,8 gramm. 28,8 gramm ekan. Bu 0,6 molga to'g'ri keladi. 1 mol qancha qilib topsam, idishda moddaning massasi kelib chiqadi. Bo'laman 0,6 ga. Demak 48 gramm. 48 gramm. Bo'lishi mumkin. Bu O3 ozon. Demak, 3-chi idishdagi gazimiz chiqdi. Endi 4-chi idish. 4-chi idish. Bizda 31,8 gramm modda edi. Idish bilan moddaning massasi 31,8 gramm. Undan idishning massasini ayiraman 15 grammda. Demak, 31,8 minus 15 ni ayirib olsam 16,8 gramm qolyapti. 16,8 gramm. 16,8 grammi demak 0,6 mol edi. Demak, idishning hajmiga bo'lib olinyapti. Endi 1 mol qancha qilsak, moddaning massasi kelib chiqadi. 16,8 bo'lingan 0,6. 16,8 bo'lingan 0,6 ga 28 gramm. Demak, 28 gramm ekan. Bu deylik azot bo'lishi mumkin. Demak, hop, to'g'ri javob mana B javobda turibdi. O3 bilan N2. Demak, to'g'ri javob B.